Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun Oxunboboyev mahallaga kelganmiz. Shu ko'rib turgan 3 sotiga tushgan uyimizni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Binoyimizning umumiy kvadraturasi 330 kvadrat metr ekan. Hop, kirishimiz bilan katta darvoza xona, tepasi navest qilingan, keyin asosiy kiruvchi eshigimiz, shundoq yonida uni yozgi oshxonamiz joylashgan. Uni yonginasida bitta ko'chamizga hojatxona joylashgan. Endi sizlar bilan uyni ichini ko'rib chiqamiz birgalikda. Azizlar, kiruvchimiz bilan mana shunaqa kattagina hol, bu yerga o'zingizlar divanli zona qilib olsanglar bo'ladi. Ahamiyat beringlar, hammasi shpondan qilingan ekan. Juda ham chiroyli. Interyerga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p o'rtoqlar, oshxonada mebellarimiz tayyor ekan. Bu yoqda o'zini panoramik oynasi bor, holiga qaragan. Keyingi xonani ko'ramiz. Azizlar, oshxonadan chiqishimiz bilan ikkita xonamiz bor, zalimiz, spalniy. Zaldan boshlaymiz. Xo'p o'rtoqlar, zalimizni ko'rishingiz mumkin. Birdan 10 gacha baho qo'yib ketasizlar. Remontini yorib tashashibdi, lekin shunchaki yorib tashashibdi. Ko'rishingiz mumkin. Kattagina zalimiz. Orqa holiga ham ega bu zalimiz. O'zini orqada ham holisi bor. Havo aylanish uchun qilib ketishgan ekan. Xo'p, o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. Birinchi qavatdagi ikkinchi xonamiz spalniy, ya'ni ota-onalar xonasi. O'zini alohida sanuzeli ham bor. Ko'rishingiz mumkin, umumiy birinchi qavat uchun sanuzelimiz joylashgan. Xo'p azizlar, endi sizlar bilan ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Zinalarga alohida ahamiyat berasiz. Mana chiqqanimizda yonib turishini qarang buni. Juda ham chiroyli qilib ketishgan ekan. Ikkinchi qavatimizni ikkinchi xonasiga kirib olamiz. Bu yerda ham bolalar uchun xona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, o'zi uchun xona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, ota-onalar xonasi. O'zini yana alohida, buni ham o'zini sanuzeli bor ekan. Azizlar, pastiga bir xil hol qilingan ekan. Bir tashqariga qaragan balkonimiz bor. Azizlar, sizlar bilan endi podval qismini ko'rib chiqamiz birgalikda. Sizlarga aytgan narsamni ko'rsataman. Ketdi. Xo'p, azizlar, mana shunaqa kattagina joy qilib qo'yishgan ekan. Xohlagan narsalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. O'zingizlar bilib foydalanasizlar. Bu yoqdan ko'chaga chiqib keturishimiz bor mana. Hovlimizga chiqib keturamiz. Uyimizning yuragi katyolxonamizni ko'rishingiz mumkin. Hammamiz yurakdan niyat qilsak, inshaalloh Alloh erishtiradi. Niyatlar amallarga bog'liq. Bitta ko'ringlar mana xonani. Bitta ko'rsating. Niyat qilganlar bitta yurakchani qizartirmasanglar bo'lmaydi. Juda ham chiroyli. Hammamizga nasib qilsin shunaqa uylarda yashash, ota-onalarimizga, ahli oilalarimizga sovg'a qilib yuraylik shunaqa uylarni. Azizlar, uy egalari uyimizga 330 ming pul so'rashyapti. Bizning kanaldan baraka qilinglar, sog' bo'linglar. Rahmat.